Sharof! Xotining kelyapti. Nima? Qani? Yo, to'pol. Savantika, o'tib ketay. O't. Thank you. Ko'rsatib qo'yaman men unga saunani. Assalomu alaykum. Siz saunada emasmidingiz? Qanaqa sauna? Mana sauna. Mana shu bolalarimning quvonchi men uchun sauna. Kel, nima qilib o'tiribsan? Kuldiraylik. Osh aytinglarmi, osh? Ha, osh keladi. Sharof! Xotining kelyapti. Yasham niman? Uyda bolalar och, bu kishim choyxonada o'tirarmish. Sen kimsan? Fantomas. Meni kimligimni so'rash senga emas. Assalomu alaykum. Nimaga picholaysan? Sharof! Xotining kelyapti. Qani? Voy o'la. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi bizga xizmat yo'qmi? Yo'q. Xizmat bo'lsa aloqadamiz. O'zingiz keting. Siz ani konatirda emasmidingiz? Sen og'zingga qarab gapir. Men yosh bolamanmi senga konator o'ynab? Keyin undan ko'ra pechenye yeymiz. Sizga shirinlik mumkin emas-ku? Bu sifatni yangi chiqqan zero degani. Bu besahri, sahri bolalar ham yesa bo'ladi. Oila davrasida pechenye yeylik-ki. Aşkım çok pardon, ben düştüm balkondan. Çok iyi. Chaqirani qiz chaqir. Va qizni qo'y, ish qilib xotining kulibga ham kelmaydimi? Hayotda topib kelmaydi. Men hammasini cho'tkib qo'yganman. Yo, shu paytgacha biron marta zapal bo'ldimmi? Yo'q, bo'lmagansan. Bo'lmayman. Ey, bari kimni oshnasi? Boyda bir bizlar o'ynayapti, birga o'tiribdi. Kimni oshnasimi? Bilmayman. Meni ham tanishim emas lekin. Va kimsan sen? Inangni eriman. Kayvoni yanga, sizmidingiz? Ana endi ertaman. Birinchi sapa. Ya biz shoxida yursak bu ayollar bargida yurar ekan. Hamma narsani bilasizlar, sizlar. Label C5-2 var, baba harbi çok iyi. Bizda taksilarda hurmati yo'q, bir tiyin. Hammasini big'illatish kerak. Ya, buni ham bolasi bilan chiqsin-da, oyog'ini tekkisin, sidinaga boshqacha gaplashaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'g'lim? Sho'xlik qilmasdan o'tir. Yo'q, dada emas, o'g'lim. Atatta qiladilar hozir seni. Mo qiladilar bolam, urma. Yo'q, onangni ham gir. Sinib qulog'imga ari kiryaptim debman. Bolangga qarab ketsang bo'lmaydimi? Bitta bolani eplolmaysanlar. Ha, mo qilaman. Mashina ketsang mo qilaman ikkovingni. Tatay. Asal bola, shakar bola, toy bola. Cho'tchilardan buni. Bolacha o'ynashma. Ach! Bolachangiz rosa sho'x ekan, ha? Bekar qildi narsani qani yosh bolani shifo. Quloqqa kirib ketmasin-a? Bolacha, ha? Assalomu alaykum. Aka Chilonzorga. Siz ham raya suvdan ichasizmi? Zo'r suvda bu, o'zimizni Andijondan chiqadi. Tabiiy mahsulot, 2 xil ta'mi bor, anorligi, nokligi bor. Aka, ming bor uzr, eshingizni qattiq yopardim. Yo'q, hech ham qattiq yopmaysiz, okajon. Bizning ishimiz shu, shundan pul topamiz. Xohlasangiz ag'ini yopib, bag'ini ochib olib, sindirib tashlang eshiklarimizni. Mahallani boshiga olgan. Ha, onasini emsin, ha? Enangni yerini maskujli yopganingni qarab, ey. Vijdoning sal fanatote dunyo deb xijolat olmayapsizmi sal, uka? Nima xijolat bo'laman? Taksisiz aka. Taksislar ham odammi? Nima deyotding, o'rtog'im? O'rtog'ingga o'rtog'im. Farasating o'tish kerak, ha? Sabr kosam polniy bay bo'ldi. Tugaysanlarmi? Menga qara. Senlarda men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Big'illataman, o'zim big'illataman. Akajon, kechiring, xato qildim. It bo'lay qaytarilsa. Voy uka, sen mendan emas, hamma taksilardan uzr so'ra, tushundingmi? Cho jonivor. Cho. Spirit. Shpris.
Shpris, ikor shpris. Ay. Mendan chiqib ketdi. Sen o'zi ben ishga olgan ahmoqman. Karantinda o'qiganini bilib turib olganman seni. 11 qayda turadi, o'ga ehtiyot. 11 nimaga teshlaymi? Kerak bo'lib qoldi. Ana o'sh toshaydi. Og'ritdimi? Og'ritdi. Endi 1-2 kun ashuna bo'lib turadi. Xuddi meni turgandaqa tuyadi, lekin unaqa bo'lmaydi. Majburlansangiz, xudo xolasa otdan yeb qolasiz-a? Nima mana birdagi yo'qiz? Bu chista-ku, birdagi chista. Ve to'g'ri qatorda ham deb yozgasiz-ku. Biz diktant yozayotib ashuna nima qilib o'zib beramiz, aptekachda o'zi tushunadi-ku buni. Nima mana 3 taga bo'libdi mana? Svichi ko'proq olasiz. Sizga foydasi bor. Taxmin ayt. Ertaga tez bo'ling-a, muolaja qilamiz sizni. Analiz topshirishingiz kerak. Choy ichmasdan bo'ling, yo'qmi? Cho'chma, kola pola ichma. Bo'ladi. Bo'ladi. Bo'pti, bemor, o'zingiz ehtiyot qiling-a. Yo, qo'ying. Odam xijolat qilma, qo'ying. Endi o'qimang-a. Yo, bildi. Xo'p. Rahmat, doktor. Assalomu alaykum. Xotindan ruxsat so'rash agentligidan keldik. Kimga ruxsat olib berish kerak? Menga Choyxonalarga borib turasizmi? yo'q. Sinfdoshlarimdan kech borganimga 5 yil bo'ldi. Yoz, ikkinchi stepen. U qanaqa stepen edi? G'ururimdan voz kechdim stepen. Tug'ilgan kunlargacha ruxsat beradilarmi? 1 yilda 1 marta javob bor. U ham bo'lsa o'zimni tug'ilgan kunimga. 2ni o'chir, 4 yoz. 4 stepen qanaqa stepen? Vujudimni xotinimga topshirdim stepen. Sizga qat'iy ruxsat olib berish kerak. Dachaga. Necha kunga? Ertalab ketib, kechasi qaytaman bo'ldi shu. Xavotir olmang. 1 haftaga ruxsat olib beramiz. Rahmat. Kenayim qattalar? Tepada. Kenayim ichkaridamilar? Ha, ichkarida. Xavotir olmang. Biz sizdan battarlarini uyga, ota-onasini ko'rib kelishga ruxsat olib berganmiz. Agar ichkaridan Yordam beringlar! Qutqaringlar! degan ovoz eshitilsa, ahamiyat bermang. Xo'p. Klavnisi ruxsat olib beramiz. Xo'p. Qoching. Yordam beringlar! Nima bo'ldi? Turuv. Dachaga bormas ekansiz. Kenayim etdilar. Yoz. Ruchkamni topa olmayapman. Men topdim. Mana ruchka. Ma. Yoz. 10 stepen. Unaqa stepen yo'q edi-yu. Bugundan bor. Iltimos aka bizani boshqa bezovta qilmang. Keraksizligini aytmabdi. Firmani yoping.